Assalomu alaykum. Yangi obyektimizga to'xtagina mehmonxona pastga ofisimizni o'rnatdik. Ofisimiz turishi va 4,5 tonna rezervuar. Xo'p, biz ofisimizga suvni bu joydan oldik. Bu yo'mchilarni to'ldiradigan sistema edi. Biz ustidan olib motorimizga uladik va ofisimizdan chiqadigan suvni esa xuddi o'sha turbani qirqib montaj qildik. Shu bilan birga barcha yo'mchilar parallelniy to'ladi. Har bittasi poplavokda turadi. Hop, bularda alohida nimasi ham bo'ladi. Xo'p, mana bu joyda esa общий sistemaga, mehmonxonaning sistemasi ketyapti. Hop, bularga esa mana bu motor haydab turadi. Xullas bu joyda 3 ta tomondan suv keladi. Hop, mana suv kelishi, avariyli holati ham bor albatta. Yuqoridan chiqib kelganda sistemaga, motorga bir narsa bo'lsa, bu joydan ketaveradi. Agar noma'lum ikkinchi sistemaga problema bo'lsa, sразу motorga suv o'tadi. Hozir biz bu bekitib turgan krannikni ochamizda mana shu o'simiz kelishi bo'ladi yo'mchilarimiz to'lgandan keyin. Hop, bu joyda ko'rish mumkin. Har bitta xonani alohida o'zining sirkulyatsiyasi bor. Juda katta sistema. Ro'parada esa gazli kolonkalar, kotyollar 5 ta joylashgan. Bu esa basen sistemasi. Hozir o'chirtirib qo'ydik. Va 4 ta boiler. Sifatda suvlar sirkulyatsiyaga bo'lgan. Teplobmenlik deyiladi, sразу suv boraveradi. Mana shunaqa obyektimiz.